Annyeonghaseyo yarabu hammaga assalomu alaykum. Kecha bo'lib o'tgan 19-oktyabrdagi tupik imtihoni haqida, ya'ni PBG imtihoni haqida bo'lib o'tgan taassurotlarimni siz bilan bo'lishmoqchiman. Albatta, kecha bo'lib o'tgan imtihon juda ham hammamizga saboqli bo'ladigan umidda bu sizga yozilgan video taqdimot hisoblanadi. Xo'p, birinchi bo'lib O'zbekiston va Koreya o'rtasidagi topik imtihonlarning farqlarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, ayni topik 2 da bo'lib o'tgan farqlarni ko'radigan bo'lsak, topik 2, ya'ni Koreyada bo'lib o'tadigan imtihonda ko'pincha varolarni oldindan ochishga ruxsat berilgan va ochgan taqdirda ham CG, ya'ni yozish imtihonini ko'rib oladigan o'quvchilar ham bor ekan va elitorni siz ko'rib olsangiz nima qilasiz? Oldindan g'oyalarni siz o'ylab, topib va unga tezroq yozishga harakat qilasiz, to'g'ri? Lekin O'zbekistonda esa elitorsiga yozish uchun oldindan ko'rib olish mumkin emas. Ya'ni siz holatni shu joyga ko'rib chiqasiz, lekin oxirigacha bormaysiz, to'g'ri? Ya'ni bizga ochtirishmaydi oxirigacha. Ya'ni aytmoqchimanki, bu yerdagi chetliklar oxirigacha ochib, bemalol elitorni ham ko'rib olib, даже 51-52 ningacha ko'rib o'tirganlar ham, yechib o'tirganlar ham xayolan demoqchiman. Shunaqa o'quvchilar ham kecha bor edi. Demak, bu birinchi asosiy farq hisoblanadi. Demak, ikkinchi asosiy farqiga o'tadigan bo'lsak, Koreyadagi imtihonda asosan qizlarning sochi yig'ishtirilib, ya'ni misol uchun buts bormi, quloqchalar bormi, ularni tekshiriladi, to'g'ri. Lekin bizga o'xshab O'zbekistonda misol uchun rezinkalarni olib olib, bilasiz, imtihon tugaguncha qizlarning sochi yig'ilgan bo'ladi. Koreyada esa bir marta ko'rsatiladi, shu bilan qaytib imtihon oxirigacha soch yoyilgan bo'ladi. Mani eng hayron qoldirgan narsa mana shu bo'ldi. Xo'p, demak, uchinchi eng asosiy mani hayratda qoldirgan narsa, ustozlar, ya'ni kamdong님lar imtihon vaqtida Koreyada bemalol yurishi mumkin ekan, hatto eshitish paytida ham. O'zbekistonda esa eshitish vaqtida, bilasiz, agar men xato qilib qo'ygan taqdiringizda ham sizni oldingizda yoki umuman o'quvchilarning oldida kamdong님 eshitish paytida umuman yurmaydi. Ya'ni koro tanilsu opsoyo. 근데 한국에는 돼요. G'alati, juda ham g'alati. Aynan chipchun qiladigan paytida siz e'tiboringiz butun fokusni qaratishingiz kerak bo'lgan paytida tekki imtihonida tasavvur qiling, ustozlar yuribdi bemalol. Unda qanaqa qilib yaxshi eshitish mumkin? Men ham eng asosiy mana shundan zarar ko'rdim. Men bilmaganim bunaqa narsa bo'lishini. Bilasiz, tekki uchun qanaqa fokus juda ham muhim narsaligini. Xullas, to'rtinchi asosiy farqlarga o'tadigan bo'lsak, misol uchun siz tabanji beriladi sizga, lekin siz agar xato qilib qo'yadigan bo'lsangiz, sizga qayta boshqa yangi tabanji ham berishlari mumkin ekan. Negadir O'zbekistonda aynan siz xato qilib qo'ysangiz, sizga qog'ozingiz, ya'ni javoblar qog'ozi, ya'ni tabanji deyiladi, sizga tabanji berilmaydi. Qanday qilib? Okay. Nima biz yetimlarmizmi? Nimaga bizga berishmaydi? Xullas, asosiy yana farqlardan shu. Ya'ni 5-asosiy farqi, agar imtihon vaqtida siz xato qilib qo'yadigan bo'lsangiz, ismingiz bo'ladimi, nima bo'lishidan qat'iy nazar, sizga zamaska, ya'ni sezon taypi kerak bo'ladigan bo'lsa, sizga sezon taypini borib, sizni o'sha qilgan joyingizni, xato qilgan joyingizga borib, sizni aynan to'g'ri berishgan siznikini. Meniki ismimda, ya'ni familiyamda R harfi kichkina, ya'ni o'zbek tili bunaqa R yozganligim uchun mana bunaqa R yozishimni so'radi. Men uni tushunmasdan, men o'zimniki, ya'ni yaxshiroq ko'rmagan bo'lsa kerak deb o'ylab bunaqasiga yozgandim. Nima bo'ldi? Imtihon endi boshlanganida, ya'ni tekki imtihonni elbon deb o'sha rasmdan gapirish boshlaganda, oldimga kelib, o'sha kamdongning nima qildi? Yozdi. Ya'ni o'sha men qilgan joyimni, o'sha xato qilgan joyimni sezon qilib, to'g'rilab yozayotgan edi. Familiyamdagi R qilgan xatoyim uchun mana o'sha birinchi savoldan 4-savolgacha ushlab o'tirdi. Qog'ozimni bermadi. O'sha 4-savol уже echish boshlagan paytida, ya'ni menga qaytarib berdi qog'ozimni. Men o'sha belgilashim kerak edi, ham savol ham o'qishim kerak, ham belgilashim kerak o'sha belgilamaganlarimni. Bilasizmi, shunaqangi xafa bo'ldimki, hech qachon bunaqa men bilan vaziyat sodir bo'lmagandi O'zbekistonda ham hatto. Ular shunaqa xatoliklarni albatta bilib, oldindan tushunib keling. Siz ham men qilgan xatoni qilmang. Oramizda birinchi marta topshirayotgan imtihon topshiruvchilar ham bo'lishi mumkin. Ular bu narsani bilishmasligi mumkin. Biz qoidalarni bilganimiz uchun ulardan talab qildik bu narsani. Siz bilan Dina Koreyan bo'ldi. Bunaqa vaziyatlar albatta sizga oldindan aytib boriladi. YouTube'imga obuna bo'lishni unutmang, chunki eng zo'r Koreyaga oid va koreys tiliga oid eng zo'r videolar faqatgina Dina Koreyandan. Annyeong.